Bu leksiyam odatdagidek sal uzunroq, shuni ishtirak so'zlayman, o'qiyman, kechiringlar meni vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati kishilik huquq doklati e'lon qildi. Madaniyat inqilobidan beriki eng ig'ir ko'pchilik. Mavzuli xabar 10-oyning 14-kuni Jungoga nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Abdure Sujemin. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi va ma'muriy doiralar Jungo masalasi komiteti 10-oyning 10-kuni 2018-yillik kishilik huquq va qonun bilan boshqarish ahvoli haqida doklad e'lon qildi. Dokladda Jungoning e'tiqod erkinligi xiris qilib kishilik huquqni umumyuzlik nafsandi qilish qilmishi xotirlandi. Jungo hukumati osonlik millatlarni va diniy e'tiqod davomli bostiryotdi, balki texnikalik asboblardan foydalanib xalqni nazorat qilib zo'ravonlik bilan jamiyatni diniy e'tiqodni tizginlayotdi. Diniy e'tiqodni tizginlashni kuchaytirdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi ma'muriylar va Jungo masalasi komitetining raisi Marco Rubio bilan o'rtaq rais Christopher Smithlar kishilik huquq doklati e'lon qilish yig'ini bevosita riyosatchilik qildi. Dokladni mundaq ko'rsatdi: Jungo doiralari fan texnikani bostirish quroliga aylantirdi. Alibaba, Tencent qatorliq Jungoning davlat ishidagi shirkatlardan foydalanib, fuqarolarning ahvolini sipirlashtirib, osmonda tor yerda qopqon qurilishi orqali 2700 dona kuzatish apparati o'rinlashtirib, hatto buni yezilargacha kengaytirib o'rinlashtirib, xalqni umumyuzlik kuzatish va tizginlashning ostiga oldi. Senator Marco Rubio mundaq ko'rsatdi: Jungo Kompartiyasi hukumat butun dunyoda mustabid hukumat boshqarish usulini tarix tipla qolmay, davlat ishida bostirishni kun sayin kuchaytirishga boshladi. Demak, davlat boshqarish andisini hozir Xitoy dunyoga chiqaryapti degan gap. Mana Amerika Kongressining senatori Marco Rubio so'zladi. Fan texnikadan foydalanib, har qanday joyga shakl tushirish asboblarini o'rinlashtirib, so'z til iboralarni farqlantirish asboblari va odam siyoqini farqlantirish qatorliq asboblarni o'rinlashtirib, osonlik millatlarning kishilik huquqiga daxlataroz qildi. Diniy e'tiqodni bostirish bu dokladning muhim mazmunlaridan biridir. Yaqindan beri Jungo aloqador taraflarning Xinjiangda musulmonlarni bostirganligini xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'adi. Dokladda Jungo hukumatining Xinjiang, ya'ni mustamlik Uyg'uriston har turli tizginlash harakatlari nazarband qilish orqali zo'r ko'lamda Uyg'urlarni, qozoqlarni nazarband qilganligini, 1 milliondan ortiq osonlik millatlarni nazarband qilganligi aslida yo'qotish harakatini yo'l qo'yib, diniy faoliyat, milliy madaniyat hamda an'anaviy tilda so'zlashlarni cheklaganligini doklad tafsili bayon qildi. O'rtaq rais Christopher Smith to'g'ridan-to'g'ri mundaq dedi. Nopozdoq arbob Amerika Kongressining Christopher Smith to'g'ridan-to'g'ri mundaq dedi: Jungo hukumati diniy guruhlar, kishilik huquq advokatlarini bostirdi. Madaniyat inqilobidan beriki eng ig'ir bostirishni yo'lga qo'ydi deb ko'rsatdi. Senator Marco Rubio va o'rtaq rais Christopher Smithlar Demokratlar partiyasi va Cumhuriyetchilar partiyasi a'zolari bilan birlashib loyiha o'tirib qo'yib, Amerika Davlat Majlisining Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partkomining sekretari Qin Chuangoga Magnitsky qonuni bo'yicha embargo yurgizishni, jumladan uning Amerikaga kirishini cheklash, uning Amerikada manqulatlari va savdosini to'g'ritish, Amerikada yasalgan mahsulotlarni bozorga chiqarishni cheklash, hatto Amerikada yasalgan asboblar va mulozimat materiallar bilan Xinjiangning maxfiy xizmat xodimlarini ta'minlashni cheklash kerak. Federal tekshirish idorasining tekshirishiga murojaat qilindi.
Yıllık dokladda mındaq görüsüldü. Cungo'nun işki kısmındaki mustabitizm Amerika'nın erkinligiga bevosita tahdid saldı. Hatta Amerika halkını qattiq qo'g'dab kelayotgan qimmat qarashlari va davlat manfaatiga tahdid saldı. Belki Cungo'nun uzun qo'lining so'zilib kelishi Amerikada yashayotgan Cungoluk va dindor kishilarga ta'sir paydo qilganlikdan Federal tekshirish idorasining bu ishni tekshirishiga murojaat qildi. Senator Marco Rubio mundaq ko'rsat, biz Federal tekshirish idorasining Amerika turmush ko'chirayotgan Cungoluklar, Uyg'urlar va Tibetliklar aynida uchrab turadigan popoza, tahdid va hujum qilishlarni tekshirishini murojaat qilamiz. Senator Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining diniy guruhlarni bostirish ham Amerika Jungo munosabatiga ta'sir ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining dunyoviy o'lchamlarga amal qilishini biz qat'iy talab qilamiz. Bu Amerikaning davlat bexatarligini, iqtisodiy manfaati va axloq qimmat qarashlarini ilgari surib qolmasdan, yana bir tarafdan tegishli izlanish bo'lib, negizlik huquqqa erishish va bu huquqni kapolatga ega qilish va haqiqiy ma'noda siyosiy islohot elib berish Jungo xalqi umid qiladi va ularning orzularining tuguni manbasi mushiyadir. Yillik dokladda yana mundaq taklif qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi va ma'muriylarning Jungodagi siyosiy mahbuslar va diniy e'tiqod mahbuslariga ko'ngil biladiganligi, Jungo hukumati ko'rsatib qo'yishni, kishilik huquq qonun bilan boshqarish, demokratiyani Amerika Jungo munosabati doirasiga elib kirishni taklif qilamiz. Amerika hukumatining harakat qo'llanib, axborot, ijtimoiy matbuotlar, ilmiy muhokama va g'ayrihukumat tashkilotlarining erkinlikni kapolatga ega qilib, kishilik huquqqa xiloflik qilgan Jungo amaldorlar embargo qilib, Jungoda torbat erkinligini va diniy e'tiqod erkinligini ilgari surishni va bu erkinlikni kapolatga ega qilishni taklif qilamiz. Senator Marco Rubio, o'rtaq rais Christopher Smith 10 ayning 10 kuni kishilik huquq doklati e'lon qildi.